Hürmetli tuzurko'yishlar, biz bu haqda Türkiye Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat ilib boramiz. O'zi hozir Anqaradan bizga telefonimizda saqlab turadi. Biz shuning bilan bu haqda shu Xitoyning vatanimizga elib ketgan bu Uyg'ur qarindoshlarimiz va buni atrofida bo'layotgan hozirgi Turkiya ijtimoiy aloqa uchur vositalarida Uyg'urlarimizning elib berayotgan ba'zi fikr qarashlari haqida suhbat elib boramiz. O'zi hozir telefonda. Assalomu alaykum hurmatli Erkin Akram efendim. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Allohga shukr, Allohga shukr. Rahmat sizga, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat oldi bilan. Men rahmat qilaman. Hurmatli Erkin Akram efendi, hamda sizga ma'lum Taylanddan yana Xitoy tajovuzchilari qarindoshlarimizni 109 nafar qarindoshimizni Taylanddan qaytirib olib ketgan bo'ldi va buning ko'rinishlarini Xitoy davlat televiziyasi e'lon qildi. Bu ko'rinish e'lon qilingandan keyin albatta butun dunyoda buning g'o'nayat g'ulg'uli qo'zg'aldi. Bu Xitoyniki bu shaklda elib ketishi, bu shaklda ko'rinishlarni e'lon qilishi. Oldi bilan sizdan shu Xitoyniki shu 109 nafar Uyg'urni olib ketishdagi shakliningki shu haqida bir tushunch bergan bo'lsangiz, qanday qaraysiz? Bu qaysi shaklda nima mesaj bir signal bermoqchi Xitoy Uyg'urlar qanday signal bermoqchi va dunyoga qanday signal berdi bu ko'rinishda? Dunyoga shuni bermoqchi, men shu tirnoq ichida shu Uyg'ur terroristlarga qarshi bu kurashning qarorliq bo'lganligini ko'rsataman deydi. Yani menimki bu chetdagi siyosatim mustahkam. Xo'sh. Shuni demoqchi. Men Uyg'urlarga qo'qitib qilmoqchi. Ya'ni sen nega qochsang qoch, men yana shunday tutib akilman-ku. Yana birisi bo'lsa, shu Xitoyningki ichki shu o'lkalarga, ya'ni Xitoy xalqining o'ziga, ya'ni bizning davlat kuchlik shunday terror faoliyat qilayotganlarni biz shunday chet eldan tutib shunday akilalaymiz. Mana hokimiyatimiz mustahkam, Kommunist partiyasi hozirgacha huquqni ching tutib kelyapti degan mesajlarni va usullarni bermoqchiman. Hamda sizga ma'lum Xitoy, mayli Xitoy bo'lsin, mayli boshqa davlatlar bo'lsin, xili cho'ng jinoyatlarni o'tkazgan jinoyatchilar masalan boshqa davlatdan tutib kelgan taqdirda burunqi masalan hozir axborotlar qarasak burunqi Xitoyning boshqa davlatdan tutib kelgan Xitoylarninki masalan uni shu yo ko'z taqmoqliq normal holatda aeroplandan tushayotgan holatdagi har xil ko'rinishlarni ko'ryapmiz masalan. Bularning ichida Xitoyda masalan zodi zilzila keltirayotgan Xitoyni bir cho'ng bir ish chiqarib xalqaro tutish buyrug'i chiqarilgan bir insonni ko'rsatanmoqda Xitoy hozirgacha. O taxi jinoyati taxi isbotlanmagan shu bak eng cho'ng qilgan bo'lsa masalan chegirdan qonunsiz chiqib ketdi deb degan bo'lsa-mu isbotlanmagan shakldagi nurg'unlagan kishilarni bu shaklda xuddi dunyoning shu eng cho'ng terrorchini elib mangandek bunda boshlariga xaltika yuzib shaklda elib menishi bu qanday bir narsamdi sizchamda bu? Xitoy hokimiyati bo'lsin, mayli Xitoy jamiyati bo'lsin, hozir shu Uyg'ur desa Tangdo shu terrorist. Yani terrorist Uyg'urdir, Uyg'ur terroristdir deb ko'rdimdi. Xo'sh. Shuningki Xitoyningki shu literaturida, yani til va terim literaturida terrorist desa hammadan Uyg'ur deb tushundimdi. Shuningga Xitoyda terroristlarga kurash qilamiz degan gap, Uyg'urlarga qarshi terrorist qilamiz degan gap. Bu zihniyat va bu ko'z qarashda bo'lgan bir Xitoy har qanday bir Uyg'urni terrorist deb ko'rdi. Shu chet elga qochib chiqib ketgan bu balla, qizlar va kichik bolalar bularmi shu Xitoyning ko'zida hamda nazarinda bularmi terrorist hamda. Terror degan ism shu Fransiyaningki inqilobidan keyin o'tirib chiqdi, ammo terrorizm degan hukmdagi bir 100 yil bo'lmadi dedi. Ama shu terror bo'lsin, terrorizm bo'lsin, bu yerda bundaq balchaqi bilan, ya'ni kichik bola bilan, xotinlari bilan bunda terror qilgan hech qanday bir misol yo'q hamda.
To'g'ri, to'g'ri. Ama Xitoyninki o nokta nazarında muşu kichik valla tug'ilgan kichik valimi, apısı mı, dadısı mı bularning hammasi hamda teröristler. Bu zihniyetten köpeyli bularni ilip mangan vaqtida aşındak terörist muamelesini kılgan gapda hamda. Bu köz karışından bulvadıdı. Ama dünya bununla kanda karaydı diyen düşünceni oylab yetmegen boz gerek. Çünkü her kanda bir çoğun devlet onunki bir mesuliyeti buludu. Yani halkaraga karta bir mesuliyeti buluş lazım. Hoş. Sen eğer de halkaradaki bazı mesuliyetini üstüge almışsan, misal halkara kanunlar, halkara ticaret cetten bolsun, rayon karakterlik meseleler bolsun, Birleşken Devletler'de verilgan vazifeler bolsun, bularını icra kılmay, bularının mesuliyetini üstünge almagan takdirde sen bu halkarada çoğun devlet bulamayısın. Hoş. Çünkü yalğızla bir iktisadi güçünge tayangan ve kolunda bir işki kural yarak boğan bir lükçekle, Koçya'daki bir lükçekle okşaysa o vaktada. Sen halkıradaki muşu vazifene ve muşu mesuliyetini üstlengen vaktada, üstlengen vaktada sen onundaki dünyada halkırada çoğun devlet bolalaysan. Misalga deyli, öz vaktada Sovyetler İttifakı olsun, bugünkü Amerika olsun, 19. asırdaki İngiltere olsun ve muşu 18 ve 16-18. yüzyılda Fransa ve şundakla başka devletler olsun. Bunlar hemmisi aslında vazifelerine ve mesuliyetine üstüge ağın. Hoş, hoş. Hem de bunda bir ahvalda bu senin ülkenden keçip ketken tek sormadık o neymiş için keçip ketkenliğini. Hoş, hoş. Ve kim kaçırdı bularını? Ve kaçırganda kim bununla karmıdı, köz yumdu? Bunu tek sormadık. Yani keçip ketken bu Uygurlarını sen yalğızla bir kaşkun ya bununla münasebetlik yalğızla şu cinayet bile münasebetli kanunlar bile bunu sotlaydıgan gel. Hoş. Sotlap boğandan keyin onundan keyin keşem demdi bu nimelik koyzu demdi bir şey benim kiydiremse ya da hayvanlarının ki dömbüsüge numur sızgantek numur koyamsa onundan keyin bozmam yanı meyli. Hazır hiç kanda bir günah mahkemede bunu sotlamay turup bunda ep mangan kargancakta bular o sotun kararını bir boldu degenge. Bu hıl zihniyet ve şundakla bu zihniyetninki hazırki körünüşe, belki sizde ötken bu körünüşler halkarada doğru kabul kılmaydı bunu. Doğru, doğru. Hem de bu körünüşten keyin sizce yani Xitoyning bu şu zihniyetidan keyin şu Uyg'urlarningki bundan keyingi oqibati qanday bo'ladi sizce? Siz Xitoyni yaqindan ko'rsatayotgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan. Burunma Kamboçya'da, Vietnam'da ya bir yerde elip ketken Uygur ballarıma bağıttı. Ularının akıbetini mi tüzükrek bilemedik. Mesela Kamboçya'daki ballarının hemmisinin akıbetini. Hoş, hoş. Hem de Xitay bu da ifadesi kargancakta şu terörle münasebeti bulmaganlarını muafık bir kanun maddesi karab onu bir taraf kılmakçı. Ama terörle münasebetlik opagan bolsa onu çokum iğir şekilde cezalaymayız deydim. Mesela Xitayda şu mahkemede sotlamay turupla kat cezalaymayız diyen gapni diyeleydim. Hoş. Çünkü sotlamay turup. Şunun gayrı Xitayda bir kanun var deyiş biraz ters hem de. Yiziklik var doğru. Ama onun icraatı ciddi bir problem boğaçka. Hoş. İlip bağlan bu ballarını eketken bu ballarının ki akıbeti tabi bir ahvalda insanlarını ensreşke yartıdı hem de. Yani ensreşke yapardı. Doğru, doğru. Bunda bir ahvalda hem de o ballarının ki akıbeti kanda oldu birini demek ters ama pek yakşı olmaydı da oylayım hem de.
Endi siz abayım deb o'tgandek, bundan burunmi Kamboja va boshqa yerdan qaytirib ketgan nemisda bolalar qaytirib ketgan Uyg'urlarni qaytirib ketgan vaqtida hech qanday hatto suratni e'lon qilmagan Xitoy bu qatim rasmiy e'lon qilishida ba'zi turk axborotlarida bo'lsin, masalan Erdo'g'anningki va turk xalqiningki Turkiyada jiddiy bu Uyg'ur masalasi kun tartibga kelgandan keyin Xitoyga qarshi bu har xil nimalar bo'ldi. Ta Cumhur raisini tatib mushqatim 28-yilda mush oyning oxirida Xitoyga elib borgan ziyoratida biz bu masalani o'tirib qo'yamiz. Biz oxirigacha Uyg'ur qarindoshlarimizninki irqdoshlarimizning yendi bo'lamiz degan so'zning keyindan bu ko'rinishlarning e'lon qilinishi udlik kelib qoldi endi. Buningda hamda yana Xitoy ham bu yerda sen qanday qilsang qil deb Turkiya Cumhur raisi Erdo'g'anga bir javob bergan bo'ldi degandek mana ancha-muncha turk axborotlarida ko'rib qolamiz. Buni qanday qaraysiz? Bu belki vaqtcha bunun tank kelib qolgan bo'lsa kerak. İlip mengishi. Ama burun misalga ep mangan vaqtida uyushurun ep mangan bo'lsa, bu da hamma dunyoga ko'rsatib ep mangan bo'lsa, tabii ki Türkiye ya da Amerika degan davlatlarga ko'rsatmoqchi buni. Yani men mushtaq qilaman nima deysa Xo'sh. Degan bir gap hamdi. Ama o Erdoğan'a bunda bir ko'rsatish Türkiye Cumhuriyeti Reisini qo'rqitalaydigan bir ko'rinish emas hamdi bu. Xo'sh. Buni shu diplomasiya va xalqaro siyosatdan tushundigan bo'lsak, bu yolg'izlar bir xil popoz ko'rsatish buni. Onundan başka bir rol bir netice alamaydı. Yani bir rol işleyemeydi bir adam. Xo'sh, xo'sh. Hamda yana shu og'ir taslim qilingandan keyin Xitoy olib ketgandan keyin hozir qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy uchur vositalarida Facebookda bo'lsin, ba'zi fikrlar, masalan Uyg'urlarning orasidami fikrlar maydon tushkuldi talash-talashlar bo'lyapti hozir. Buni shu Turkiya satdi buni Xitoyga masalanga buni. Bu 173 Uyg'urni olib keladigan Turkiya agarda xohlagan bo'lsa, bularni olib kelalaydi. Bu yerda cho'ng bir o'yin. Bu Uyg'urlar Turkiya bilan Xitoyning o'rtasidagi savdoning qurboni bo'lib ketdi bu yerda. Erdo'g'an ziyoratga berishdan burun bu buni xuddi ularga bir o'lpan shaklda berib o'zini kuchli shaklda qilish uchun mushuna qildi ayollarni, balchaqlarni bu yerga kelib ularni berib etdi degandek har xil fikrlar talash-tartish bo'lyapti shu. Bu Erdo'g'anningki Shanxay hamkorlik tashkilotiga Turkiyaning kirishni xohlaydiganligini, Shanxay hamkorlik tashkiloti qabul qilsa Yevropa birligini darhol tashlab Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirdiganligini burun bildirgan Erdo'g'an bilan elib berilgan suhbat programmasidagi nimalarni keltirib turib, zodi bu savdoning o'rnida qurbon bo'lib ketdi Uyg'urlar degandek talash-tartishlar jiddiy bo'lyapti hozir ijtimoiy bu Facebooklarda. Bu fikrlarga qanday qaraysiz? Bu Uyg'urlar Turkiyaning qo'lida bo'lgan bo'lsa, misolga ma tanqid to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Turkiya shu qo'ldagi shu Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berdi deb. Xo'sh. Bular hammasi Tayland degan davlatningki qo'lidamdi. Türkiye başka bir devletinin koludaki Uygurlarını men alsam buludu dep bunçilik bir yakşılık kılgandan keyin Uygurlar bir yerden bir ders çıkış lazım. Eğer de aşı Tayland'da aşı kıyıp kalgan veya aşı Vietnam'da üyebiyet kıyıp kalgan ballarını hiçbir devlet me alımen değil mi sıçı? Mesela hilimi Türkiye me alımen dep nurgun Uygurlarını ekeldi Türkiye'ye. Yerleştiriyordu. Çünkü Tayland'ın koludaki o Uygurlarını Türkiye biripla zoravanlık kılıpla koldan alamaydı. Bu halkara kanunlara hilaf bu. Hem de Xitay o bizden kaçıp ketken halkının ne kapırsa diyen yapma haklı bulduk halkara kanunlarda. Çünkü bizim körüvatımız Türkiye olsun, Rusya olsun, İtalyan olsun, bulaylık çık kaşkonlarının çık kaçırdıgan devletler. Bu nereden kaçıp gelgen bolsa şu yerge kaytırıp biriş degan bir fayda var. Şununla bu Uygurlar Türkiye'ye kaçıp gelgen ama Tayland'da teke. Şununla esas iş inisiyatif şu nimanın koluda, Tayland'ın koluda. Tayland'ın ki hükümetinin değişeceğimdi. Türkiye'ye evetken bu 170 kişi bolsa bula öz vaqtida mushu anketni to'ldirgan vaqtida o'zlarini Türk debdimiş.
Xo'sh. Bazı Uyg'urlar Türk demepti. Onundan kim bazılarınınki kimliklerini Tayland hükümeti bilirdik ya, yani kolda bazı netler buluş mümkün, yani Tayland hükümetinin gibinde adını. Xo'sh. Muşu 20 yıldan beri Xitay hükümeti Tayland'da tutulup kalan ballarınki kimliklerini hemmini tekşirip çıktı bulan. Onunki nurgun adamlarımı bağdı o Tayland'a. O yerdeki Uygurlarla sohbet kılış jarayonida ularınki mi kimliklerini ügendi. Bunun bir kısmı Xitay'ın adamımdı. Xo'sh. Bu kimlikni ügengen malumatıyla Xitay'ın işideki kimlik malumatıyla seliştirip ahire şu Tayland hükümetiga ispat kılalığan Uygurlarning ki tizimliğini bergen. Mana sen menden tizimlik istegendin, bu Uygurlar Xitayning ki grajlarını davatatdın. Onda olsa ispat ver degandi, bak Tayland hükümeti. Şunun Xitay şu ballarının ki tizimliğini ekegen gap. Bu tizimlik ki karda hamda Tayland Xitayga berishga mecbur kaldı. Bu Tayland hükümetinin gap sözleri ya da o münasebetlik Taylandlıklarının diyen gibi hamda. Xo'sh. Bunda bir peytden de Türkiye hemmeden de ekilmen diyemeydi. Yılımı şunda olsa mı kancılık Uygur bolsa biz ekilimiz bizden Türkiye'ye ekersek buludu dedi. Çünkü kol demez. Yılımı şunda hazır 50-60 Uygurlar Tayland'da şulağı mı tünügün Türkiye hükümeti yeni dedi. 60 adamını mı bizge bersanla biz teyyar dağıdıdın. Doğru. Şununla bu kıgan yakşılıkını unutmamak lazım. Çünkü Uygurlar izleyen bir millet. Bu izleyen milletke halkaradaki çoğun kişiler pek karmaydı. Halkarada kim kişilik olsa şunun gibi ötüdü. Şunun ve halkara münasebetinin nezriyesinde güç hemen emini kılıdı deydi. Bunda bir peyde Türkiye'deki insani ve vicdani duygusu bile kıyrindaşlığa, meyli Türk halkı cetten desin, meyli dini kıyrindaşlık cetten desin. İzleyen Uygurlarını alaylı digenge Uygurlar onunla rahmet etiş lazım hemen. Onu tenkit kılışamaz. Türkiye ma kılalaydıgan iş var, Türkiye'nin kılamaydıgan işler var. Çünkü halklarda bir tüzüm var, bir kanun var. O tüzüm, o kanun doğru emez, hata da tenkit kılalaymaz. Ama onu red kılgan çağda üzümüzgüme ziyan girdi. Bu hudelik futbol meydanda kolon bile oynap kalsan, yani tüzümünü bozgan bolsan, seni koğulap çıkırıyordu. Şununla okşaydı, şununla Türkiye koludun kegen aslında kılıvadıdı deyip manda düşensek oldu. Doğru. Köpten rahmet, nayet yaxşı eçip berdiniz. Köpten rahmet ziyaretimizde kulağınız için. Mənim rahmet etdim. Rahmet. Makul. Allah'a emanet. Allah'a emanet.